Assalomu alaykum do'stlar, qadrli do'stlar. Quyon yemlarimiz sotilyapti. Quyon yemlarimiz quyonlarni misol semirishi, rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Misol hozirgi paytda ko'pchilik quyonga nima berishni bilmaydi-da, boshqa narsalar berib qo'yadi. Misol boringki, bug'doyni misol ko'proq berib qo'yadi, yo makka berib qo'yishadi. Shuni hisobiga quyonlarda qorin ishish kasalligi boshqa kasalliklar bo'lib, nobud bo'lish ehtimollari yuqori bo'ladi. Mana shu yemlardan bersalaring, misol yosh quyonlarga ham, katta quyon, o'rtacha quyon hammasiga bersalaring ham bo'laveradi. Shuni bersalaring, misol boshqa kasalliklarni anchagina oldini olgan bo'lasizlar. Bu quyonlarimizni yemi unaqa darajada yuqori narxda ham emas, arzonroq narxda. Manzil Shahrixonda, misol akamizni nomerlarini pastga yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilsalaring bo'laveradi. Dastlabki xizmatlari mavjud. Dastlabki xizmatlari alohida hisoblanadi. Keyin yana bitta narsa, misol bu yemni tarkibida nima bor deyishlaring mumkin. Endi misol quyoniga yem berayotgan odam yem tarkibida nima borligini bilish kerak, bilib shuni bergan ma'qul. Yemni ichida misol beda, arpa, misol quyonni rivojlanishi, semirishi uchun nimaki kerak bo'lsa, qanaqadir vitamin kerak bo'lsa, shu hamma vitaminlar bor. Misol ona quyonlarga misol semirishdan ko'ra bolasiga sut yetkazib berishi uchun ko'proq vitamin kerak bo'ladi. Shuni hisobidan ham bersalaring, yemni tarkibida shu sut elementlarini ko'paytiradigan minerallar bor. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegramlari ham bor.